Hello everyone, hammaga assalomu alaykum. Men bugun sizlarga 2,5 yil o'g'limni hech qanday gadjetlarsiz katta qilishimga yordam bergan uni o'yinchoqlarini obzor qilib bermoqchiman. Juda ham foydali bo'ladi, oxirigacha ko'ring. Birinchisi albatta o'g'limni kitoblari. Bilasizlar, Imronbek kitoblarni juda ham yaxshi ko'radi. Aynan u tug'ilgandan boshlab uni kitoblar bilan tanishtirganman va juda ham ko'p tez-tez kitoblarni o'zgartirib turaman. Imronbekni eng sevib o'qiydigan kitoblari aynan bular. Hozirda biz Noisy Crowd'ni kitoblarini juda ham sevib o'qiymiz. 6 oylikdan boshlab bemalol bersangiz bo'ladi. Noisy Crowd'ni Sing Along With Me nabori va bundan tashqari Busy Bear naborini yig'ganmiz va har bir kitobni juda ham sevib o'qiydi. Bu kitobning yaxshi tarafi, bu kitobda o'zi kitob harakatga keladi, bola qo'li bilan harakatga keltira oladi va ichida juda ham ko'p rasmlar bor, rang-barang, bolaning e'tiborini yaxshi saqlab qoladi. Har bir naborini orqasida QR kodi bor. Bu QR kodida bola shu muzikalarni eshitsa bo'ladi, musiqalarni tinglab kitobni o'qiy oladi. Menga juda ham katta yordam bergan, ayniqsa ovqat qilayotgan paytlarimda yoki ish qilayotgan paytlarimda shuni QR kodini qo'yib berardim, ashulasini eshitib, kitobni o'zi o'ynab, har xil misol uchun birgalikda ashulasini aytib, vaqt sarflaydi bola. Onaga hadeb yopishib onga tavsiya qilgan bo'lardim Noisy Crowd'ni Sing Along With Me naborini, bundan tashqari Busy Bear naborini xarid qilishni. Bundan tashqari ruchkali kitoblarni olishni ham tavsiya qilaman. Hozirda Imronbekni eng yaxshi ko'rib o'qiyotgan kitoblaridan biri bu Sing Sing Bang, ya'ni mana bu kitob nabori. Bu kitobni ruchkasi bor. Meni juda ham ko'p vaqtimni tejab qoladi. O'zini yonida ko'p o'tirib o'qib berishimni oldin so'raydi, lekin aynan shu kitobni olganimizdan keyin o'zi bemalol ko'rib o'qiy oladi. Bu ruchka ham ashulasini aytadi, ham o'qib beradi, ham obyektlarni ustiga bosganda nimaligini aytadi. Misol uchun sun, pig kabi. Juda ham zo'r, tavsiya qilaman. Endi kitobdan biz o'tamiz o'yinchoqlarga. O'yinchoqlardan albatta mashinachalar o'g'il bolalarga juda ham kerakli o'yinchoqlardan biri hisoblanadi, lekin undan tashqari bizni eng sevib o'ynagan mana bu Busy Book'larimiz bor. Busy Book'larni har xillarini sotib olsangiz bo'ladi. Men bularni atigi 2010 dan Temudan xarid qilganman. Bu Busy Book'lar ichida stikerlari bor. Bola stikerlarni yopishtirish orqali vaqtini maroqli o'tkazadi. Bundan tashqari juda ham ko'p lug'aviy boyligini oshirishi mumkin. Misol uchun Imronbek juda ham ko'p so'zlarni, mashinalarni nomlarini, har xil deylik ranglarni va boshqalarni aynan shu Busy Book'ni stikerlari orqali o'rgangan. Buni yana yaxshi tarafi o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin. Misol uchun biz uzoq yo'lga ketayotganimizda Busy Book'larni olamiz, stikerlarini yopishtirib, birgalikda shug'ullanib ketamiz. Bola bundan juda ham zavq oladi. Va albatta tavsiya qilgan bo'lardim bolani yoshiga mos keladigan mozaikalarni foydalanishni. Misol uchun biz Imronbek bilan 1 yoshdan keyin 2 talik mozaikalardan foydalanganmiz. Hozirda esa 75 tagacha mozaikani o'zi bemalol yasay oladi. Lekin siz avval 2 talik, keyin 4 talik, keyin 6 talik qilib sekin mozaikalarni sonini ko'paytirib borishingiz kerak. Birdaniga hali kichkina bolaga 15 talik yoki 20 ta 30 talik mozaikani olib berib, u qiynalyapti deyishingiz noto'g'ri bo'ladi. Avvaliga shunaqa 2 talik mozaikadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu mozaikalarni yaxshi tarafi bola bemalol o'zi qila oladi. Biz har xilini xarid qilganmiz. Juda ham lug'aviy boyligiga ham foyda bergan. Hozirda esa 75 tagacha o'zi qila olyapti, aytganimdek. Va bularni aytib o'tmasam bo'lmaydi. Yog'och o'yinchoqlar. Bu yog'och o'yinchoqlarni har xil turlari bor. Misol uchun mozaikaliklari bor. Eng Imronbekka yoqqanlari bular puzzle turidagilari va yoki shunaqa terish kerak bo'lgan yog'och o'yinchoqlar. Bu yog'och o'yinchoqlar avvaliga siz eng osonidan, eng oddiyidan boshlab olib berishingiz kerak bo'ladi va borgan sari bolani yoshi kattalashgan sari qiyinlashtirib borasiz. Bu o'yinchoqlarning yana yaxshi tarafi plastik emas, bola og'ziga solsa ham hech qanday zarari yo'q, tabiiy ya'ni daraxtdan tayyorlangani uchun bolani sog'lig'iga ham, uni o'ynashiga ham ancha foydali bo'ladi. Obzorimiz shu yergacha edi. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Agar ikkinchi qismini ham olishimni istasangiz, videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.